Avvalambor assalomu alaykum. Meni ismim Firdavs. Jutur Qarshi rasmiy dilerlik avtosalonini YouTube kanalini olib boraman. Nasib bo'lsa, like va podpiskalarni bosib qo'yasizlar. Sizlarga qiziq bo'lsa agar kommentariyada o'zlaringizning fikrlaringizni aytib o'tasizlar. Biz esa obzor qilishdan boshlaymiz. Bu obzorimizda, ya'ni bu videomizda sizlarga aytib o'tmoqchiman. Mashina haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Avtomashinalarimiz haqida, undan tashqari to'lov turlari, trading xizmatimiz bor yoki yo'qligi, test drive xizmatlarimizdan qanday foydalanishni sizlarga aytib o'taman. Qani ketdik unday bo'lsa. Birinchi avtomashinamizdan obzori bu T2 avtomashinamiz ikkita pozitsiyada bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi 442 million so'm, ikkinchi pozitsiyasi full pozitsiyasi esa 512 million 200 ming so'mdan tashkil etadi. Birinchi pozitsiyasi 1.5 turbo dvigatel 186 ot kuchga ega, ikkinchi pozitsiyasi esa 2 turbo dvigatel 254 ot kuchga ega. Birinchi pozitsiyasi old privodda, ya'ni old uzatgichda bo'ladi, ikkinchi pozitsiyasi esa to'liq uzatgichda XVD variantida haydab bilasiz. Yuz tuzilishga kelsak agar, belet linza va optika, ya'ni ikkitalik linza va optika, qaysi tomonga rulni bursangiz, tumankalaringiz o'sha tomonga qo'shiladi sizlarga. Bundan tashqari monoxromli облицовкада освещенияsi ham mavjud. Bu yerda protivotumanniy faralari ham bor. Undan tashqari mashinaga e'tibor bersalaringiz, old orqa partroniklarga ham ega. Mashinamizning balandligi yerdan taq qismigacha 22 sm ni tashkil etadi. Любой время siz любой bitta lejachdan o'tayotgan paytda yoki Note 2 yo'lda haydayotgan paytingizda ishonch hosil qilishingiz mumkin, shu mashinangizni tagiga biron joyda tegmaydi. Diskalariga kelsak, diskasi 20 dyumli GT Control shinalari bilan birga keladi. 255 ga 65 razmerda diskasi 20 dyumli litiy alyuminiy diska. Mashinamizda yon tomoniga o'tsak agar, бесключевой достуp, 540 gradus kamera mavjud. Salon qismiga o'tamiz. Salon qismiga o'tgan paytda e'tibor berishlaringiz mumkin, полностью napakoja bilan ishlov berilgan. Har bir eshigini obshivkasiga e'tibor bersalaringiz agar 7 ta detaldan ishlov berilgan. Ya'ni bu yerda mягкий plastik bor, alcantara bor. Bundan tashqari koja bilan qirilmaydigan plastik jihozlar bilan ham ishlangan. Ikki oldin sidenlari pamyat sideniyasiga ega, ya'ni siz mashina eshigini ochgan paytda o'zingizga moslashib sideningiz olg'a ketadi. Plus eshikni yopgan paytingizda sizni uyingizga qarab sidenlaringiz moslashadi rulga. Sidenlarimizga e'tibor bersalaringiz agar, regulirovkasi elektroprivodda 6 bosqichda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Rullari isitish tizimlariga ega, lobovoyda spirallar bor, spirallar bilan isitib beradi. Yon tomon oynachalarida ham spirallari bor, ya'ni isitib beradi. Ya'ni qishda sizni oynalaringiz yaxlamaydi. Yaxlagan paytda ham eritib beradi. 4 ta sidenyangiz ham isitish tizimiga ega, plus abduf sistemasi ham bor. Ya'ni ikki oldin sideniyada sidenlaringiz sovutib beradi. Salon ichki qismiga kelsak agar, ko'rishlaringiz mumkin, xrom bilan ishlov berilgan. Start stop zajiganiyada, start stopni yondirgan paytingizda 16.8 dyumli monitoringizga e'tibor berishingiz mumkin. Bu yerda multimediyasi, menyuda ham multimedia bor, 540 gradus kamera, telefon, настройка lokalniy, rukovodство bor, Apple CarPlay va Android Autos ham mavjud. Ya'ni siz mashinaga Apple CarPlay qilib o'tirmaysiz, navigatsiya uchun, ilisha YouTube uchun hammasi o'zida zavodskiy holatda bor. Mashinaning danlarini xohlasangiz monitordan ko'rishlaringiz mumkin, xohlasalaringiz esa sifrovoy tablodan, u o'zini dilingizga moslab taxlasangiz bo'ladi. Rulimizda, ya'ni mashina ikki xil variantda haydab bilasiz. Xohlasangiz avtomat korobkada, xohlasangiz mexanika qilishlaringiz mumkin. Mexanika qilgan paytda rulingizning orqa tomonida lepistoklari bor, lepistok bilan siz skorostni almashtirsangiz bo'ladi. Undan tashqari mashinamizda ovozli boshqaruv ham bor, ya'ni Alisa'si, siz bemalol ovoz bilan mashinani boshqarishingiz mumkin. Ya'ni привет, Jatur. Пожалуйста, продолжайте. Открой люк. Хорошо. Bu nafaqat lyukni ochadi, sizga bagajingizni ham ochib beradi, 4 ta oynangizni ham ochib beradi, musiqa qo'y desangiz musiqa qo'yib beradi, radioni qo'y desangiz radio qo'yib beradi, video qo'y desangiz videoni qo'yib beradi. Eng muhimi nomini aytib qo'ysangiz bo'ldi. Xohlasangiz даже telefon ham siz uchun qilib beradi. Ya'ni siz kontaktlaringiz Bluetooth orqali qo'shildingiz, ya'ni bunga Apple CarPlay'da yo'qdingiz. Qo'shilgan paytda siz kontaktingizning nomerini, например, Amerika deb yozib qo'ygansiz, привет, Jatur deyapsiz, позвони Amerika degan paytingizda bemalol sizga o'zi qo'ng'iroq qilib beradi. Ya'ni siz o'zingizni ovora qilib, bu yerdan qidirib yoki telefonni olib yo'lda chalg'ib yurmaysiz. Mashinamizning tarpetkalariga kelsak agar, bu yerda mягкий полностью plastik bilan ishlov berilgan, bu yerda yana xrom, bu yerda koja, sidenlaringizni e'tibor berasizlar, perforatsionniy, ya'ni terlashdan qarshi funksiyasi ham mavjud.
Mashinamiz 7 xil rejimda haydab bilasiz. Ya'ni 7 xil rejimni bu yerdan, ya'ni arizdan upravlat qilasiz. Xohlasangiz sport variantida, xohlasangiz snake variantida, xohlasangiz pisok, xohlasangiz kamni, xohlasangiz eko, xohlasangiz normal. Iliji o'rtasini bosib XVD variant qilishingiz mumkin. Ya'ni umni rejim o'zi sizga yo'lga qarab, haydashingizga qarab qo'shib beradi rejimini. Mashinani klimat kontroli bor. Klimat kontroldan tashqari o'zini ionizatsiya tizimi ham mavjud. Ya'ni ionizatsiya tizimi bizda O'zbekistonda bilasizlar, havo changigan. Mashinani haydab ketayotgan paytda oynani ochsangiz, chang kirdi. Sizga noqulay bo'lishi mumkin bu havoni iste'mol qilish. O'sha sababdan siz ionizatsiya tizimini yoqib qo'yasiz. Ionizatsiya tizimi mashinani ichki havosini sizga tozalab beradi. Undan tashqari sizga rulni abagrefi bor-da, monitordan upravlat qilsangiz bo'ladi. Rullarni abagrefi, xohlasangiz abagrev sideniya old qatorni upravlat qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz abduf sideniyasini upravlat qilsangiz bo'ladi. Orqa qatorniki esa o'zini yonginasida joylashgan. Barimizga kelsak, agar bar xolodilnik sovutish tizimlari bilan ega. Ya'ni siz issiq kunda sovuqqina, ya'ni kola ichmoqchisiz. Bu yer Parijda masalan qo'ydingiz, konditsioner qo'shilgan, ya'ni xolodilnikka qo'shilgan, yaxtakkina siz uchun saqlab yuradi. Chunki bizani issiq juda issiq bo'ladi. Беспроводной zaryadniklari ham bor. Беспроводной zaryadnikimiz bitta bo'ladi, 66 vatli plus o'zini sovutish tizimiga ham ega. Ya'ni ko'p kishi bo'ladi, беспроводной zaryadnikdan foydalangan bo'lsa agar, telefonni беспроводной zaryadnikka qo'ygan paytingizda telefoningiz qizishni boshlaydi. Дополнительно sovutish tizimi o'sha uchun qo'yilgan, ya'ni sizni telefoningiz qizimasligi uchun. USB portlariga kelsak agar, barimizni tagida USB port uchun joylari bor, bemalol ko'rsatamiz bularni ham. Plus dokument qo'yish uchun пространствоsi ham mavjud. Bardachokga kelsak agar, bizani o'zimizni mashinalarda daqqilab tushmaydi. Bardachokimiz ham akkuratni, mashinani o'zini foydalanuvchi qo'llanmasi mavjud. Xohlagan mashinangizda, ya'ni nafaqat Take avtomashinamizda X50 deysizmi, X70 deysizmi, Dashing deysizmi, har bittasida o'zini qo'llanmasi bor. Bu qo'llanma orqali bemalol funksiyalarni, ya'ni tushunmagan funksiyalaringizni shu yerda o'qib ishlatsalaringiz bo'ladi. Avtomashinamizda eng kuchli va eng talabga kerak bo'lgan 3 ta funksiya mavjud. Ikkinchi pozitsiyasida sizlarga aytib o'tmoqchiman. Mashinamiz samotarmajeniyaga ega, ya'ni avtomatik stop tizimi. Mashinani haydab ketyapsiz, oldingizdan odam chiqib qoladimi, ya'ni hayvon chiqib qoladimi yoki barjur bo'ladi, mashina bo'ladimi, o'zi avtomatik tarzda tormoz tizimini sizdan oldin bosib, mashinani saqlashga harakat qiladi. Men sizlarga aytaman, masalan, 60 tezlikda borsangiz agar, ya'ni haydab ketayotgan paytingizda tormozni bosishga ulgursangiz, 48 metr masofada sizda mashinangiz tormozlaydi. Har bir sekundda shu narsani siz saqlab qolishingiz mumkin. O'zi avtomatik stop berganda, ya'ni sizdan oldin, ya'ni 2 sekund oldin tormoz olsin, sizga 48 metr masofani siz uchun saqlab qoladi. Ya'ni siz borib tepaga uchamasligingiz uchun. Undan tashqari polosa удержания bor. Polosa удержания siz tizimini siz ulab qo'yasiz, rulga tegmasdan mashinani o'ziga boshqaruvni bersangiz bo'ladi. Undan tashqari adaptivniy cruise control tizimi ham mavjud. Adaptivniy cruise control tizimi, ya'ni oldingi mashina necha bilan haydasa agar, mashinangiz o'shanga adaptatsiya qilib, o'shani skorostidan olib ketadi. Ya'ni siz samotarmajeniya, adaptivniy cruise control va polosa удержания qo'shib qo'ysangiz agar, mashinani boshqaruvni o'ziga topshirsangiz bo'ladi. Gazga ham tegilmaysiz, tormozga ham tegilmaysiz, plus rulga ham tegilmaysiz. Siz bemalol yo'lga e'tibor berib haydab ketaverasiz. Mashinaga e'tibor berishingiz to'g'ri keladi. Nima sababdan degan paytda siz e'tibor bermay qolsangiz agar, mashina sizni uxlab qoldi deb hisoblaydi va mashinani chetga olib saqlaydi. O'sha sababdan bu funksiya juda qulay deb o'ylayman va bu funksiyadan foydalanishlaringiz bu avtomashinada mumkin. Orqa qatoriga kelsak agar, ko'rdingizda, mashinamiz pamyat sideniyasiga ega. Mashinadan ya'ni shofyor tushib ketganda, mashinani haydayotgan odam tushib ketganda sideniyasi oxirigacha orqaga olinadi. Ya'ni oxirigacha orqaga olingan holatda men o'tiribman, bemalol svobodni o'zingizni, ya'ni bir kulak joy emas, oxirigacha orqaga olgan paytda bir kulak emas, yarim kulak, ya'ni yarim musht joy bor. Shofyor, ya'ni sideniyaga o'tirgan paytda, sideniyangiz oldinga yurgan paytda bemalol bu yerga katta пространство ega bo'lasiz. Mana bo'yim hozir 1.90, lekin o'sha 1.90 bo'yda ham men svobodni o'tiribman. Undan tashqari mashinaning ikkinchi qatorida podlokotniklari ham bor. Podlokotnikda xohlasangiz bu yerga ichimlik suvlaringizni qistirib qo'yishlaringiz mumkin, xohlasangiz yeyish uchun biron narsa, iloji sekretka joy desangiz ham bo'ladi. Pul qo'yib, hech kim ko'rmasligi uchun yopib qo'yishlaringiz ham mumkin. Bu uchun sizlar podlokotnik bor yoki yo'qligini hech kimga aytmasliklaringiz kerak.
Mashinamizni orqa qatorida ham USB portlari, ya'ni USB yomkistlari bor. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. USB variantda и Type C variantda быстрая зарядкасы и oddiy zaryadkada. И mashinani sideniyasini isitish tizimi orqada joylashgan. Deflektorlari ham mavjud. Orqa sidenlarimiz ham perforatsion, ya'ni terlashga qarshi funksiyasiga ega. Panorama lyukimiz sizlarga aytaman, shtorkadan iborat, plus lyukdan iborat va panoramadan iborat. Siz mashinani bemalol xohlasangiz shtorkasini oxirigacha ochishingiz mumkin, xohlasangiz lyukni yopib chista panorama qilishingiz mumkin yoki lyukni ochib panoramani lyuk qilib ishlatishingiz mumkin. Bu kechqurunda, ya'ni orqada bolalar o'tirgan bo'lsa agar, osmonga qarab yulduzlarni ko'rib ketishga juda ham yaxshi atmosferani sizga bera oladi. Endi bagajga kelamiz. Bagajga ko'rishlaringiz mumkin, mashinaning zapaskasi o'zining orqa eshigida joylashgan. 540 gradus kameramizni oxirgi, ya'ni kamerasi orqada joylashgan. Mashinada ya'ni orqa eshikni ham бесключевой достуp orqali ochsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta knopkani bosdingiz, o'zi sizga eshikni ochdi, dostуп bergandan keyin siz eshikni ochyapsiz. Eshikni ochgan paytda katta bagajga ega bo'lasiz. Plus yana sizlarga aytaman, bu avtomashinamiz yo'l tanlamas. Yo'l tanlamasligi sababdan bunga dam olish yoki travel, ya'ni путешествиеga chiqarish uchun o'zining funksiyalari ham bor. Ya'ni dam olishga chiqdingiz, podstakannik kerak, podstakannikni bemalol ishlatishingiz bo'ladi. Bitta emas, ikkita. Undan tashqari xarid qilgan narsalaringizni, ya'ni paketlaringizni ilgaklarga ulab qo'ysalaringiz bo'ladi. Ya'ni keyin eng muhimi, bolalaringizga butilkani kola olgansiz, kolani o'zingiz azob chekib ochishingiz kerak emas. O'zida joyi bor, ya'ni siz bemalol butilkani shu yerdan ochib bolalaringizga taqdim etsangiz bo'ladi. Undan tashqari avtomashinamizga palatkalari uchun ilgaklari ham mavjud. Bemalol palatka bizda o'zimizda sotiladi. Bemalol xohlasangiz xarid qilishingiz mumkin. Palatkasida ulaysiz, bemalol siz tog'ga borgan paytda, cho'lga borgan paytda o'zingizga sharoit qilib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu o'zining instrumentlari, ya'ni domkrat, balon ключ, boksirovka nimalari bor. Buni tagida esa subwoofer bor. Sizlarga eng muhimini aytib o'tmadim. Bari любой bitta mashina xarid qilgan paytda kolonkasi ideal bo'lsa, o'zi заводской, вообще четкий variantda bo'ladi. Chunki men ham mashina xarid qilgan paytimda aniq bilaman, shu kolonkasini o'zgartirishim kerak, chunki men musiqani yaxshi eshitaman. Mashinamizda 12 ta Sony brendidan akustikasi mavjud va ikkita katta subwoofer ham Sony brendidan mashinaga joylashtirilgan. Yana bitta narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman, ya'ni tog'ga bordingizlar, uklonda mashinani saqlab qo'ygan bo'lsangiz, uklonda любой bitta mashinani eshigi o'zi avtomatik tarzda yopiladi. Bunda o'zini bloklash tizimi ham mavjud, ya'ni siz bemalol mashinani eshigini bloklashingiz mumkin shu tizim orqali, mashinani eshigi yopilmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin, bemalol bu narsani yana xohlasalaringiz ochib qo'yasizlar, ochgan paytlaringizda esa mashinani eshigi yopiladi. Mashinani orqa eshigida davodchigi ham mavjud. Mashinani eshigini urib yopishingiz kerak emas, ya'ni o'zini qo'yaversangiz o'zi tortib oladi. Bu tek avtomashinamizning funksiyalari, sizlarga aytib o'tganim, podsetka salonlari ham mavjud. Ходовой chassiga kelsak, ходовой chassi McPherson suspensiyasi bilan ishlov berilgan, orqasida ko'p tarmoqli suspensiyaga ega. Mashinamiz shassida ramli emas, bemalol shaharda foydalansalaringiz ham bo'ladi, xohlasalaringiz yo'l tanlamas, ya'ni notekis yo'llarda haydasalaringiz ham bo'ladi. Rasxodiga kelsak agar, shaharning ichida hozirgi damda 10 litrdan 12 litrgacha rasxod qilibdi. Bu o'zingizni haydashingiz va оборотni nechiga ko'tarib bosishingizga bog'liq. Yana sizlarga aytib o'tamiz, bu mashinani xarid qilish uchun test drive bemalol mavjud. Kelib test drive qilib, haydab ko'rib, taassurotlarga ega bo'lib, mashinani his etib, keyin xarid qilsalaringiz bo'ladi. Undan tashqari trading xizmatimiz ham bor. Haydab yurgan mashinangiz bo'lsa agar, kelib bizga topshirasizlar. Topshirgan paytda biz baholaymiz. Baholagan variantda sizga ma'qul kelsa agar, mashinangizni topshirdingiz, shartnomangizga pulni ko'chirib beramiz va bu mashinani bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz rastrojkaga, xohlasangiz imtiyozli avtokreditlarga, xohlasangiz esa naqd pulda ham chegirmalari bilan qilib beramiz. To'liq ma'lumot uchun pastda raqamlar qoldiramiz yoki kommentariyada o'zlaringizni qiziqgan mashinangizni, ya'ni X70, T2 yoki Dashin yoki X50 so'zni yozib qoldirsalaringiz, menejerlarimiz sizlar bilan bog'lanishadi va nomerlaringizni iltimos qilib qo'yamiz yozib ketishingizni, chunki sizlarga aloqaga chiqishimiz uchun. Barchangizni Jo'tur Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Avtomashinada sizlar bilgan funksiyani qaysi birini aytib o'tmadim, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana sizlarga aytib o'tmoqchiman, shu mashinadan haydab yurganlar bo'lsa agar, oramizda bizani kuzatib boruvchilardan o'zlaringizning taassurotlaringiz va fikrlaringizni yozib qoldirishlaringizni iltimos qilamiz.